الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, mo'min, musulmon birodarlar. Mana shu bugungi sizni bizni bir ulug' kunimiz bo'lgan mo'min musulmonlarni bayramidek bir ulug' kun, Sayyidul ayyom, hajjil masokin degan sifatlarni olgan juma kunidamiz. Ilohi Alloh taolo ga hamd va sanolar bo'lsin. Tanimizni sog' qilib, iymon e'tiqodimizni mustahkam aylab, o'zini masjidiga keltirtirib, o'ziga ibodat qilishlikka loyiq ko'rib, duo qiladigan, namoz o'qiydigan bandalaridan qilibdi. Alloh o'ziga beadad shukrlar bo'lsin. Birodarlar, yaratganni bergan ne'mati bu juda katta ulug' ne'mati, bu hidoyat, iymon, e'tiqod. Bunga yetadigan ne'mat yo'q dunyoda. Buni Alloh yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Yaratganga beadad shukrlar qiling. Namoz o'qiyman deb masjidga kelganlarni qatorida bo'lganingizga qancha odam shu paytda o'zida mas'alasi yuribdi, qancha odam nima bir gunohni payida bo'lib yuribdi, qanchasi bugun jumami boshqa kunmi yonboshlab yotibdi. Yaratganni u ham bir bandasi, faqat Allohni tanimay yotibdi. U qalbida hidoyat yo'q, iymon e'tiqod yo'q. Sizga Alloh shundoq bir ne'matni beribdiki, so'ra bandam, so'raganingni ato etaman, tavba qil, tavbalaringni qabul aylab, gunohlaringni kechiraman deydigan soatda va poyi tahorat duo qiladigan, namoz o'qiydigan qilib va shunga sharoitingizni to'g'irlab, tan joningizni sog' salomat qilib qo'yibdi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo gunohlarimizni af etsin, kechirsin. Xatosiz yaratganni o'zi ba'zida bilib bilmay xatoliklar qilamiz. Alloh taolo xatolarimizni kechirsin. İbadatlarimizni dargohida qabul aylasin. Muhtaram birodarlar, bugungi qiladigan ma'ruza bir ikki takror bo'lgan bo'lsa ham yana bir qaytarib qo'yamizki, chunki har bir insonga har bir masalani takror bo'lib turganligi iymon e'tiqodini mustahkamlaydi va hayotda asosiy savoblarni esimizdan chiqazib qo'yishimiz kerak emas. Asosiy maqsadni, iymon e'tiqodni negizini, savobi oz, asossiz bo'lgan ko'p bir ishlarni katta savob ish qilaman deb yurgandan, asosli bo'lgan, ozgina bo'lsa ham savobi ko'p bo'lgan, Allohga ma'qul bo'ladigan, haqiqiy iymon e'tiqod orqali bilinadigan amallarni qilmoqlikka Alloh taolo nasib etsin. Mana shunday ulug' amallardan, nihoyatda savob ishlardan, yurak, ixlos, qalb, vujud ishtirokida til yog'lamalik bilan emas, yurakdan bo'ladigan ishlardan bittasi al-hubbu fillahi taala. Alloh uchun yaxshi ko'rmoqlik, Alloh uchun birovni yaxshi ko'rish, Alloh uchun hurmat qilish, Alloh uchun yaxshilik qilish, Alloh uchun bir odamni yomonlikdan qaytarish, Alloh uchun do'st tutishganlar,
Allohga muhabbati bo'lganlar, payg'ambarga muhabbati bo'lganlar, Alloh va payg'ambarining yo'lidan yuradiganlarni yuragidan yaxshi ko'radiganlar. Masalan, birodarlar, bir xil odam o'zini musulmon qilib, mu'min qilib ko'rsatadi, lekin namozxon, ahli ilmi majlislardan qochaveradi. Chunki yurakda bo'lmagandan keyin, dilda e'tiqod, ixlos bo'lmagandan keyin uni ko'rinishini o'zgartirgan bilan yuragidagi muhabbatini yo'qligi uni masjidga ham keltirmaydi, namoz ham o'qittirmaydi. Ilm majlisga kirib qolsa, yuragi siqilib tezroq chiqib ketsamidi, qandoq kirib qoldim, bir bahona o'ylab topsamidi deb o'tiradi. Uni quloqiga amri ma'ruf, nahiy munkar ham kirmaydi. Bir odamni endi bu e'tiqodli ekan deb hurmat qilgani bilan dilidan masxara qilib turadi, dilidan yomon ko'rib turadi. Namoz qolladi, nuqul namozdan gapirishadi. Ana amri ma'ruf bo'ladimi? Amri ma'ruf bo'ladigan bo'lsa bormayman deydiganlar ham bor hozir. Ne cho'zvorishadi gapni, domilla odamga qattiq gapirib yuboradi. Oshingni beradigan bo'lsang, boraman osh yegani. Agar bitta domillani da'vatga qo'yib qo'ygan bo'lsang, bormayman deydiganlar bor. Mana yurakda kimni qalbi, Alloh shu qalbga qaraydi-da, ming bandasini aldasin. Voy, men juda zo'r ixloslikman, bizni ham dilimizda bor, biz ham musulmonning bolasi, biz ham mo'minmiz deydi-yu, lekin qalbda bo'lmaganligidan namoz o'qiganlarni ham uncha yoqtirmaydi. Amri ma'ruf gapirganda to'xta, endi bir pas to'xtat, amri ma'rufini boshqa narsa ham bo'lsin deb yoradi. Chunki dildan muhabbat bo'lmasa bekor. Yurakdan bir-birimizni sevmasak, yurakdan bir-birimizga yaxshilik qilmasak, bular hammasi bekor. Mana bu keladigan hadislar shularni aytib o'tiladi payg'ambarimiz muborak so'zlarida. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halavatal iymon." 3 ta narsa insonning qalbida jo bo'lgan bo'lsa, iymonning halovatini biladi. Ungacha unda iymon bormi, yo'qmi bilmaydi. 3 fe'l insonda mukammal bo'lsa, iymonini halovatini biladi. Ya'ni namoz o'qiydi-yu, namozdan rohat oladi. Birodarlar, bir xil odam namozni tezroq tugatib, masjiddan tezroq chiqib ketishni harakatida bo'ladi. Bir nimalarni bahona qilib. Endi insonda agar shu mana aytadigan narsalar yuragida bo'lsa, qalbida iymonning halovat maza qiladi. Amri ma'ruf deb chuqur soydan, xastimomdan keladi yoki bir joyda bir ilm o'rgatadigan joy bo'lsa, unga boradi, ish qilib qaytda bo'lsa, bir shu Allohning kalomini, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning so'zini eshitsam, shuni yetkizsam, men eshitdim, endi boshqalarga ham yetkizsam degan payda bo'lib, shundan bahramand bo'ladi, rohat oladi. Iymonning halovati bu. Buni bilmaydiganda, bu narsani qadriga yetmaydiganda, u narsa yo'q. Mana iymonni shu 3 fe'l mujassam bo'lsa, iymon halovati qalbida bo'lar ekan. Biri, man kana Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Dunyodagi hamma narsadan eng yaxshi ko'rgan narsasi, eng yaxshi ko'rgan zoti Alloh va Rasululloh. Ya'ni Allohni birinchi muhabbat, ixlos Allohga, so'ng Muhammad Rasulullohga. Alloh bilan Rasulullohni hammadan ortiq sevmoq, Alloh taologa muhabbat paydo etmoq. Hamma narsadan Alloh so'zini ortiq ko'rmoq, payg'ambar so'zini ortiq ko'rmoq. Va man ahabba abdan la yuhibbuhu illalloh. Bir odamni uni dunyoviy amali uchun emas, ko'rinishini chiroyliligi, gapdonligi, zo'rligi, mansabini balandligi uchun emas, uni Alloh rizoligida qilayotgan amallariga, ibodatlariga, joy bor, kiraveringlar, turmay ichkariga. Kiraveringlar. Joy bor ichkarida.
ibodatga mehr muhabbat qo'yib, ana shuni namozxon, halol pok odamni faqat uni iymonlik ekanligi uchun yaxshi ko'rish. Odamni taqvodor bo'lganligi uchun sevish. Ana shuni aytadiki, Alloh uchun do'st bo'lish, Alloh uchun uni hurmat qilib yaxshi ko'rish. Ikkinchisi, va man yakrahu an yauda fil kufri ba'da an yanqadahu Allohu minhu. Alloh uni qalbini o'yg'atib, hidoyatga kirgizgandan keyin oldingi ulfatlarini, oldingi maishatxo'rlikni havas qilmay yomon ko'rib qolishlik. Ba'zilar bor, kirishda kirdi, ahli iymon, ahli islom yo'ligada, ba'zi hali og'aynilarni ko'yni tortib qoladi, qumsab qoladi. O'sha ulfatlarim bilan yaxshiroq o'tiradim, bular bilan zerikib ketdim deydi. Hali chala u. Endi ba'zisi bor, shuni kareh ko'rib ketdi, yomon ko'rib ketdi. Ey, qanaqa bir jirkanch ishlarni qilar ekanmiz, tuppa-tuzu bo'lib kirib o'tirib, oxirida qusib, to'palam bo'lib, bir-birini urib, so'kib, kap-katta bola chaqali odamlar mayna bo'lib chiqib, hol uyga kelib qancha dahmaza, dardisarlik, yana qanday hol bo'lardiki, bomdodda xo'rrayni otib uxlab yotirilib, 9larda turiladi, ish bo'lmasa yoki mana peshin o'tadimi, boshqa bo'ladimi? Mana hojatxonalarga borgandan keyin namoz o'qimaydigan odam ichki a'zosi kiyimiga qaraydimi, qaramaydimi? Uni endi namoz o'qib hidoyatga kirgan odam hojatxonaga borish bir katta oldida bir nimaki, har bir narsasini tayyorlab boradiki, namoz o'qiydigan odamni ichki tashqi a'zoyi, kiyimlar, liboslar pok bo'lib turish kerak. Ozoda bo'lish kerak. Buni tashvishini sal insoniylikda, iymonli qarang, buni bir o'ylaydi. Hali paytini eslaydi keyin, palapartish yurgan paytini. Hech narsaga parhez qilmasdan yurgan paytini, to'g'ri kelgan oshxonaga kirib, to'g'ri kelgan ovqatni ururganini, bir marta atravlena bo'lib yotib qolganliklarini, nima bo'lsa, kayf bo'lsa bo'ldi deb balo battallarni ichiga tiqib yuborgan holatlarini, og'izdan har xil gaplar chiqqanini, bolalarni oldida mayna bo'lib masxara bo'lganliklarini oldiga keltirib pushaymon yeb, ey Allohim, shunday bir iflos yo'llardan meni poklab, o'zingni tanitib bu yo'lga kirgizding. Shundoq pok halol bo'lib qoldim. Baraka beribsan, tanimni sog' qilyapsan, uydagi mojarolar ham bo'lmayotibdi. Mana shu oldingi jahiliyat paytidan irganib, endi mana bu hidoyat yo'liga kirganidan, mu'min musulmon bo'lganligidan xursand bo'lganda, oldingi paytini yomon ko'rganda, mana shu 3 ta narsa, Allohni sevish va Alloh uchun bir odamni hurmat qilib yaxshi ko'rish va avvalgi jahiliyat paytidagi o'zini qilgan ishlaridan ijirg'anish, yomon ko'rish, bu insonni endi iymonni halovatini topibdi, dedilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man ahabba rajulan lillahi faqala inni uhibbuka lillahi fadakhala jami'al jannata fakana alladhi ahabba arfa'a manzilatan minal akhari." Kimki bir odamni yaxshi ko'rsa, nima uchun? Ya'ni shu odamni dindor ekanligi, iymonlik ekanligidan yaxshi ko'rib, shu yaxshi ko'rganini bildirib qo'ysinki, birodar, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun hurmat qilaman. Alloh uchun sizga mehr qo'yganman deb qo'ysa, Alloh taolo bu bandalari meni deb bir-biri bilan do'st bo'lishdi deb ikkalovini jannatga kirgizar ekan. Endi jannatda ko'proq yaxshi ko'rganini manzili ortiqroq bo'lar ekan. Darajasi, ya'ni u ko'proq yaxshi ko'rganiniki ortiqcha bo'lar ekan. Imom Buxoriyda bir hadis bor. Bir odam do'sti betob bo'lib qolgan, shuni ko'rgani ketyapti. Alloh o'z rasulini, farishta elchisini yuborib, bandamdan bir savol javob qil, men bilaman nima niyatda ketayotganingni-yu, seni guvohligida, seni guvoh qilib turib gunohlarini forig' etaman va unga mening ajr azimlarim qanchalik bo'lganini yetkazib qo'yasan.
odam suratida assalomu alaykum deb farishta do'stini ko'rgani ketayotgan odamga uchradi. Qayerga ketyapsan? Og'aynim betob bo'lib qopti. Shuni ko'rgani ketyapman, kasal bo'lib qopti. Qarindoshingmi? Yo'q, qarindoshim emas. Qarzing bormi? Qarzim yo'q. Xo'jayiningmi? Yo'q. Xo'jayin senga boshliq bo'lganga qarindoshmi? Yo'q. Qanaqa do'sting? Alloh rizoligida do'st bo'lganmiz, masjidda do'st bo'lganmiz, billa namoz o'qiymiz, billa amri ma'ruflarda bo'lamiz. Alloh uchun yaxshi ko'rib, u ham meni Alloh uchun do'st tutgan, shu do'stimni borib ko'rmasam bo'lmaydi. Alloh oldida namoz o'qiyotganimda, Allohdan duo qilayotganimda xijolat bo'laman. Kecha yonimda namoz o'qigan do'stim yo'q, shuni holini so'ramadim. Shuning uchun shu do'stimni holidan xabar olmasam bo'lmaydi, holidan xabar olsam savob bo'ladi deb o'zimdan ham ortiq ko'rib charsasam ham bor ketyapman. Ana shundoq bo'lsa endi eshit, Allohning rahmati bo'lsin senga. Alloh taolo seni har bir do'sting uchun qo'ygan qadamingga ajr azim, ikkinchi qadamingga gunohlaringni kafforat etib, to uyingdan borib kelguncha men haqqingga duolar qilib turib, talabingga yetkazib turaman Allohdan so'rab. Allah Teala'nın sözü "Vecabat muhabbeti lil mutahabbine fiyya ve lil mutecalisine fiyya ve lil mutebaziline fiyya." Allah Teala etvatta hadis kudüste muhabbetim vacib buldu men üçün birbirini yaxshi ko'rganlarga. Muhabbetim vacib bo'ldi men uchun, meni zikrim uchun birga yig'ilib majlis qurganlarga. Muhabbetim vacib bo'ldi meni yo'limda taqvodor bo'lgan bandalarimga deydi Allah. Ya'ni Allohning muhabbati vacib bo'lishligi bizga Allohni iymon e'tiqodini mustahkam bo'lib, yana ham Allohga yaqin bo'lishlikka olib boradi. Shuning uchun amri ma'ruf bo'lgan xonalardan iymonimizga iymon qo'shilib, majlislardan juda ham bir e'tiqod bilan turamiz. Allohning muhabbatini vojib bo'lgani shu. O'zini tanitib borayotgani shu. Alloh taoloning muhabbati bizga o'ziga juda ham yaqin qilib, hatto bu yo'ldan qaytmasang joningni olamiz degan paytda ham hamma narsadan muhabbat ortiqlik qiladi. Alloh yo'lida yig'ilib majlislar qurib, kelinglar bir o'tirib kitob o'qiylik, oyat hadislardan bir-birimizga tushuntiraylik. Ana shunday niyatda o'tirganlarga Xudoning muhabbati vojib bo'ladi. Alloh yo'lida taqvo bo'lib, qalblarini tuzatishib, shu yo'lda pokizalikda har xil sharorat yo'llardan qaytib, halol xaridori, haromdan hazar qilib yurganlarga Allohning muhabbati vojib bo'ladi. Mana bu hadisga bir diqqat qilasiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya'a yaghbituhumul anbiya'u wash-shuhada'u qila man huwa la'allana nuhibbuhum qala hum qaumun tahabbuna bi nurillahi min gayri arhamin ve la ansabin vujuhuhum nurun la yakhafuna iza khafan nasu ve la yahzanuna iza hazinan nasu." Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki, Allohni shunday bir bandalari bo'ladi qiyomat kunida. Ularni turgan o'rnini, ularni turgan holatini va ularning Allohning nuri yuziga tushib turgan hollarini ko'rib,
ularni maqomini ko'rib payg'ambarlar orzu qiladi. Alloh yo'lida jihodda jang qilib qonundan jihodda shahid bo'lgan shahid a'lolar orzu qiladi. Ular qiyomatda na hisob kitob bor, na ularga qiyinchilik bor. Hamma mahshargohda dahshatda bo'lganda ularga na qo'rquv bor, na tashvish bor, na g'am kulfat bor. Payg'ambarlar orzu qiladi, hayron qiladi, bular kim deb. Shahid a'lolar bular kim deb orzu qilib qoladi. Payg'ambarlar eng birinchi Allohni sevgan bandalar. Nabiylarni kimligini endi bilasizlar, payg'ambarlarni. Bularga millionta avliyo, millionta olim to'g'ri kelmaydi. Bularni Alloh o'zini payg'ambari qilgan. Gap yo'q, payg'ambar Allohning eng sevgan, eng hurmatlagan bandasi. Xo'p. Ikkinchisi kim? Shahidlar. Shahidlik nima? Hammamiz qo'rqadigan narsaga qo'rqmay borgan. Kalla uziladimi, qo'l kesiladimi, icha chavo chiqib ketadimi? Shunga qarab Allohu akbar deb borgan. Bizni ko'zimizning oldida shahidning kallasi uzilib yo qo'li kesiladi-yu, joni og'ridi derkanmiz-u, bu ittifoqan alay shahid a'lo bo'lgan odam bu og'riqni sezmaskan. Allohim shunday bir rohatni berib qo'yar ekan. Haqiqiy Alloh yo'lida niyat qilib kirgan bo'lsa, boy bo'li, qahramon deysin, zo'r deysin degan bo'lsa, dod devoradi, og'rig'ini biladi. Agar fi sabililloh kirgan bo'lsa, vujudini rohat o'rab, biz juda qiynalib ketdi derkanmiz, u qiynal azobini shahidga Alloh berdirmaydi. Shun bilan shahid qop qorong'i go'rdagi so'roq savoldan ozod bo'ladi. Shun bilan shahidga jannat naqd bo'ladi. Juda katta maqomga erishadi. Vujudlari kesilib otilib turgan paytida farishtalar qo'rqma, mana joning ham og'rimayotibdi, mana joyingga boradigan joyingga qara, bu jasadingni bular burdalayapti, seni ruhing, sezging, joning biz bilan mana arsh a'lo nimaga illiyinga ko'tarilib ketyapti. Biz seni do'stlaringmiz, qo'rqmagin. Mana shahidlarga beriladigan maqom. Ana shu Alloh uchun do'stimni borib ko'rmasam bo'lmaydi. Do'stimdan xabar olmasam bo'lmaydi. Do'stim qiynalib qopti. Do'stimni hurmat qilib yaxshi ko'rib yuraman Alloh uchun. Shu bir narsaga muhtoj bo'lib qopti. Menda shu narsa bor, yordam bering. Hol so'rab qo'yi. Shu odam namozxon odam, shu odam taqvodor odam, shu odam iymonli odam deb shu odamga do'st bo'lgan odamlar, Alloh uchun do'st bo'lganlar, nabiylar va haliginday shahid bo'lganlar orzu qiladigan joyda turar ekan. O'shalar Alloh yo'lida nayzaga, xanjarga qarab ketganlar ham bular kimlar bo'ldi, bunday maqomga yetishdi deb payg'ambarlar Alloh bilan vahiy orqali so'zlashganlar ham bular kimlar bo'ldiki, bularga bunday joy berildi derkan, ana Xudo uchun do'st bo'lganlarga qanday marhamat bor. Endi bizdagi do'stlik, u do'stlik juda oz. Bitta jahlingizni chiqazib qo'ysa, bolaxonador qilib so'kib olasiz. Bitta sizni tabiatingizga yoqmaydigan, sizni ko'nglingizga o'tirmaydigan gapni gapirib qolsa, ikki dunyo odam bilan gaplashmay yurasiz. Odam bir insonni yaxshi ko'rsa, o'zini esdan chiqazar darajada yaxshi ko'radi.
Mana masalan otani, onani bolaga muhabbati. Ona bolani qanday yaxshi ko'radi? Ota bolasini qanday yaxshi ko'radi? Xudo uchun do'st bo'lganlar bundan ortiq bo'lish kerak. Bitta gapini ko'tara olmay, shu bilan gaplashmay ketish uyat mo'min odamga. Bu muhabbat shundayki, mana otani o'g'il ikkovi jinoyat qilibdi. Bir podshoni zamonasida otaga 100 darra, o'g'ilga 100 darra uringlar debdi. Oldin otaga uringlar debdi. Otaga 100 darra urilayotganda ota tishini tishlab, chidab, inqillab, baqirmay yotaveribdi. Keyin 20 ga kirgan o'g'liga darra urilganda, o'g'liga har bir darra urganda otasi dod uribdi. Nima dod deysan? Boya urganimizda dod demading. Endi nima dod deysan? Boya terimga urishdi. Urdilaring. Endi jigarimga uryapsizlar degan ekan. Ota onaga Xudo shu farzandni muhabbatini ato qilgan. Endi insonni o'z do'stiga muhabbati shunaqa muhabbat bo'lsin. Musulmonmiz, mo'minmiz. Qiyomatdan panoh tilaymiz, o'zimizcha hammamiz. Birovni hurmat qiling mo'min odamni, iymonlik odamni. O'sha dahshatdan qutulasiz. Alloh uchun, boshqa undan hech qanday foyda yo'q. Faqat Alloh uchun. Kasal yotganda borib ko'ring. Bir ishda qiynalayotganda borib yordam bering. Biz nima bo'lib qolyapmiz hozir bilasizmi? O'zingni bil, o'zgani qo'y. Namoz o'qiyapsanmi? Bo'ldi. Shun bilan hamma narsadan qutulamiz. Birodar, namoz o'qiyapsiz, bu sizni qarzingiz. Alloh xo'jayin, siz qul. Xo'jayin qanuni qil desa, nima berarkim uni qilib kelsam demaydi-ku. Buyruq bajaradi. Alloh namoz o'qi deb qo'yibdi. Har namozda nima tusharkan osmondan deb qarab o'tirmaysiz. Sizga buyruq bo'lgan, bajar degan, uni bajaravurasiz. Kasal bo'lsangiz o'tirib o'qiysiz, yotib qolsangiz yotib olib o'qiysiz. Safarda bo'lsa qasr qilib o'qiysiz, muqimda bo'lsa jamoat bo'lib masjidlaringizda o'qiysiz. Bu mana xo'jayin aytadi, ana uni qilvar. Siz o'sha xo'jayinizda, endi ishxonada xo'jayiniz buyuryapti, shuni bajarishingiz kerak. Endi buni qilsam xo'jayin nima berarkin degan gap yo'q. Xo'jayiniz buyurdi, bajarasiz. Alloh sizga buyuryapti, siz bajaryapsiz. Lekin mukofot oladigan narsalar mana. Alloh uchun do'st bo'lish, Alloh uchun yordam qilish, Alloh uchun do'stini obro'sini saqlash. Men sizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman dedingiz. Bitta joyda o'tiribsiz, o'sha siz yaxshi ko'raman degan odamingizga birov tosh otyapti. Eshitib o'tirasiz yo siz ham qo'shilib ketasiz. Ha, shunaqa ekanmi? Men uni yaxshi ko'rib yuribman, yaxshi odam deb yuribman. Oy. Qaqa ketdi gap. Bunaqa dema do'stimga, tosh otma. Garchi shu do'stingizda xato bo'lsa ham, siz Alloh uchun uni kim bo'lishidan qat'iy nazar Alloh uchun hurmat qildingizmi, obro'sini ham saqlang. Himoya qiling. Bu manzil hozir bizga oson tuyuldi. Bitta odamni yaxshi ko'rar ekanmiz, hurmatlab, aka yaxshi yuribsizmi? Bola chaqa yaxshimi? Zo'rmisiz? Men sizni yaxshi ko'raman deb ketdi. Bechara bir oy qiynalib yuribdi, bir nimalar qila olmay. Yo balnisaga tushib qoldi, yo bir ishlar o'tdi. Yana ko'rganda, "Qalay, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Men sizni yaxshi ko'raman." U gap emas. Do'stingizni holidan xabar olib, sizni qo'lingizdan biron yordam kelmasa, boshqa odamni yordam berishga targ'ib qilib, imtihon dunyo. Insonga Xudo uchun do'st bo'lgan shundaydi. Bolangizga yaxshimisan, zo'rmisan, yuraver. Sen bolamsan, yaxshi ko'raman deb yurasizmi yo bolam?
puling bormi, kiyiming bormi, qonning nima yeyapsan deb o'shalarni bo'yningizga olib qaraysiz. Alloh uchun do'st bo'lganlar bundan ortiq mana miskinlarni, yetimlarni, kambag'allarni do'st tutardilar. Muhammad Rasululloh shularda ovqat qanday, shular nima yeyapti? Bir qarab chiqarkanlar sarvari olam, bular och tursa men ovqat yesam qandoq bo'larkin deb. Hadisa onam Oysha onamizga Ummul Mu'minin Oysha Siddiqiya Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuning qizlari, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutahharatlari, mu'minlarning, sizni bizlarning onamiz, otalari qandoq saxiy zot bo'lgan bo'lsalar, g'arib yetimlarga yordam bergan bo'lsalar, qizlari ham shundoq bo'lganlar onamiz. Oysha ona olima, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan eng kerakli inson